O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. Abduqodir Husanov haqida hozirgina kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yosh tomoshabinlar ko'nglidan birdek joy olgan taniqli futbolchi Abduqodir Husanov Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi Osiyo futbol konfederatsiyasining 2025-yilgi ramziy terma jamoasini e'lon qildi. Ushbu ro'yxatdan O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov ham joy olgan. Ma'lumot uchun, Abduqodir Husanov 2025-yil Fransiyaning Lens klubidan Manchester Cityga ko'chib o'tdi. Futbolchi hozirga qadar shaharliklar safida 26 ta uchrashuvda ishtirok etib, bir gol muallifiga aylangan. Shuningdek, Husanov O'zbekiston terma jamoasi bilan 2026-yil AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga yo'llanma qo'lga kiritdi, deyiladi xabarda.